Har bir buyum shunchaki bezak emas. Bu sabr va metall uyg'unligi. Zargarlik olovning shiddatini va qo'llarning nozikligini birlashtirgan san'atdir. Bu yerda xatoliklarga o'rin yo'q. Millimetrning ulushi qadar aniqlik, cheksiz diqqat va yillar davomida sayqallangan mahorat. Har bir chiziqda usta qalbi muhrlanadi. Zargarlik nafaqat hunar, balki metall va qimmatbaho toshlarga jon baxsh etadigan yuksak san'at turidir. Ushbu kasb egalari oltin, kumush va platinadan betakror bezaklar yaratib, insonlar go'zalligiga sayqal berishadi. Zargarlik kasbining asosiy jihatlari noziklik va sabr, zamonaviy va an'anaviy usullar, moddiy qiymat va mas'uliyatdir. Har bir mitti detal ustida soatlab ishlash uchun katta e'tibor va xotirjamlik talab etiladi. Bugungi zargar ham qadimiy qo'l mehnati, ham zamonaviy uchida modellashtirish texnologiyalarini bilishi lozim. Qimmatbaho materiallar bilan ishlash yuqori darajadagi halollik va aniqlikni taqozo etadi. O'zbekistonda zargarlik san'ati qadimiy ildizlarga ega bo'lib, Buxoro, Toshkent va Namangan maktablari o'zining takrorlanmas uslubi bilan mashhurdir. Zargarlar shunchaki taqinchoq yaratmaydi. Ular avloddan avlodga o'tuvchi xotira va go'zallik tarixini yaratadi.